O'tgan yili boshqa shaharga ko'chib o'tgandim. Bu kichikroq va aholisi ko'p bo'lmagan shahar edi. Men boks zaliga bora boshladim. Yana ozroq bir necha odam ham bor edi. Har borganimda bitta yoki ikkita odam mashq qilayotgan bo'lardi. Zal eskirgan va terni hidiga o'xshagan g'alati hid kelib turardi. 2 oy davomida zalga kelsam ham hech narsa o'rganmadim. Bizning trener har doim ham kelavermas edi. Ba'zan hech kim bo'lmagan zalda faqat bir o'zim mashq qilib qaytardim. Shaharda boshqa zal bo'lmagani sababli bu yerda qolishdan boshqa ilojim yo'q edi. Yaxshi joyi, navbat kutmasdan mashq qilishim mumkin edi. Bundan qolsa, odatdagilarga qaraganda bizning zaldagi mashq xaltalari yumshoqroq edi. Bu mashq qilishda juda qulay. Murabbiyimiz har ko'rganida sovuq ko'zlar bilan qarardi. Lekin bunga umuman e'tibor bermasdim. Miyamda faqat mashq qilish edi. Bir kuni shunday voqea bo'ldi. Bir necha politsiyachilar kelib, murabbiyga savol bera boshladilar. Aytishlaricha, bu kichkina shaharda odamlar yo'qola boshlaganmish. Keyin politsiyachilar mahallada so'roq o'tkazib bo'lgandan so'ng jinoyatchini qidira boshladilar, lekin hali topmagandi. Bu men uchun biroz qo'rquv uyg'otdi. Mayli, bu men uchun muammo emas, deb ketib qoldim. Shundan keyin biroz vaqt o'tdi. Bir kuni zalga kelgandim. Borsam, zalning oldi politsiya mashinalari bilan to'la ekan. Yaqinroq borganimda dahshatdan qotib qoldim. Murabbiyimizni hibsga olishayotgandi. Politsiya xodimlari ichkariga kirgizishmadi. Lekin kichkina oshiqlikdan ichkarini ko'rsa bo'lardi. Politsiya xodimlari mashq xaltalaridan murdalarni chiqarayotgandi. Mashq xaltalaridagi yo'qolayotgan odamlar bo'lib chiqdi. Politsiya tergoviga qaraganda murabbiyimiz jami bo'lib shaharda 6 ta odamni o'ldirgan ekan. Va buni politsiyadan yashirish maqsadida mashq xaltalariga solib qo'ygan. Bu tergovdan keyin menda qo'rquv paydo bo'la boshladi va nimadandir o'zimni yomon his qilardim. Ya'ni mashq xaltalarini urayotganimni eslasam mazam qochardi. O'sha kundan keyin boksni tashladim va boshqa shaharga ko'chib o'tdim. Lekin men shunchaki ter hidi deb o'ylagan hidni hozirgacha unuta olmayman.